Solih alayhissalomning qavmi aytdiki: "Ey Solih, biz senga faqat shu holda iymon keltiramizki, agar mana shu tog' toshlarning ichidan 10 oylik tuyani chiqarib bersang." Oddiy holda, ya'ni tuyani homiladorligi 9 oy bo'ladi va 10-oy tug'adi. Biz bundan ham ortiqcha talab qilamiz. Ya'ni tuya ko'z o'ngimizda tug'sin. Agar shuni ko'rsak, senga iymon keltiramiz deydi. Solih alayhissalom: "Ey Alloh, ular so'ragandan, ular istagan sifatda uzun 10 oylik tuyani mana shu toshlarning ostidan chiqarib ber" deb duo qildi. Alloh taolo aytdiki: "Men ular istagan tuyani chiqaraman, lekin bir shart bilan. Bu tuya bir kun to'liq buloqdan suv ichadi, keyingi kuni suv ularniki bo'lsin. Agar rozi bo'lsa, mayli" dedi. Ular rozimiz, lekin yana bir shart deydi. Tuya suv ichadigan kuni uni suti bizga berilsin deydi. Solih alayhissalom ham rozi bo'ldilar va shartlar mustahkam qilindi. Shundan so'ng tosh yorilib, uning ko'z o'ngida ichida 10 oylik homilasi bilan tuya chiqdi. Keyin u tug'di va oddiy, ya'ni tug'ilgan hayvonlarning bolalari turib keta olmaydi. Ammo tuyaning bolasi tug'ilgandan keyin darhol turib yurib ketdi. U tuqqach birdaniga buloq tomon yo'naldi, chunki bu kuni suv ichish uning kuni edi. Uni buloqqa kim yo'llab qo'ydi? Alloh taolo. U buloqqa yetib kelganda Alloh taolo suvni unga ko'tarib qo'ydi, yer sathigacha. Tuya suv ichish uchun chelak ham, arava ham kerak bo'lmadi. Odamlar suvni tuya uchun ko'tarilganini ko'rib, vaqti kelganda suti ko'paytirib oqib tushishini ko'rib hayratlandilar. U vaqt kelganda tuya 4 oyog'ini keng qo'yib o'tirar, sut omma tomon oqar. Odamlar idish tovoqlarni keltirib to'ldirib olar edilar. Hatto suti ko'pligi sababli katta havz yasaldi. Tuya uning ustiga kelib turib, sutni havzasi to'kilar, odamlar undan yetarlicha ichar edilar. Kunlar o'tdi. Ba'zi shunday deyishdi. Ba'zilar: "Bu tuya bizga ozor beryapti. Suti ko'pligidan charchadik. Bizga suv kerak. Bundan tashqari biz go'sht ham yemoqchimiz. Tuya semiz, uni bolasi ham." Boshqalar esa aytishdiki: "Ehtiyot bo'linglar, bu Allohning tuyasi. Uni ozor qilsangiz Allohning g'azabi tushadi" dedi. Bu gaplar Solih alayhissalomga yetdi. U zot kelib: "Ey qavmim, bu Allohning tuyasi" dedilar.